Soliq tushumlari davlat byudjetini shakllantiruvchi asosiy manbadir. Shu bois iqtisodiyotda aholining real daromadi, savdo va xizmatlar sohasida o'sishni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. O'z navbatida soliq organlari hududlar kesimida tushum bilan bog'liq reja ko'rsatkichlarini bajarilishini ta'minlashga mas'ul sanaladi. Arnasoy tumanida soliq siyosati bilan bog'liq vazifalar ijrosi galdagi lavhadan o'rin olgan. Arnasoy tuman soliq inspeksiyasi 2025-yilda yuqori natijani qo'lga kiritdi. Jumladan, 2025-yilda Arnasoy tuman byudjet daromadlariga 10 milliard 713.4 million so'm prognoz belgilangan bo'lsa, e'tibor bering, haqiqatda 23 milliard 327.6 million so'mga yoki 218% darajaga bajarildi va 12 milliard 614.2 million so'm qo'shimcha tushum ta'minlandi. Bu o'z navbatida soliq xodimlarining aniq chora-tadbirlari, samarali rejalashtirish hamda hamjihatlik asosida ish olib borganini ko'rsatadi. Tumanimizga belgilangan soliq tushumlari bo'yicha belgilangan reja ko'rsatkichlarni to'liq 100% hamma soliq turlari bo'yicha bajarildi. Bundan tashqari aylanmadan olinadigan soliq to'lovimiz qo'shimcha manbalar soliq qarzdorligi bilan ishlash natijasida belgilangan reja ko'rsatkichimiz 172% ga bajarildi. 2026-yilda mahallaga biriktirilgan inspektorlar bilan birgalikda qo'shimcha aylanmadan olinadigan soliq yoki jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i yoki jismoniy shaxslardan olinadigan yer mulk soliqlari bo'yicha qo'shimcha manbalar bilan ishlab belgilangan 2026-yilga belgilangan prognoz ko'rsatkichlarni bajarishni ta'minlaymiz. 2024-yilning moz davriga nisbatan tushumlar 237% ga o'sdi. Bu esa Arnasoylik soliq xodimlarining natijali mehnati va tizimli nazoratini yaqqol tasdiqlaydi. Jumladan, soliq turlari bo'yicha o'sish quyidagicha: aylanmadan olinadigan soliq 1 milliard 812.2 million so'm yoki 173% o'sish. Jismoniy shaxslardan olinadigan yer va mol mulk soliqlari 2 milliard 722.6 million so'm yoki o'sish 169%. Jismoniy shaxslar daromad solig'i 896.3 million so'm yoki 148% o'sishga erishildi. Bu natijalarga erishishda har bir soliq xodimi mas'uliyat bilan harakat qilib, prognoz asosida aniq chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Bundan tashqari qo'shimcha manbalardan samarali foydalanish va ahillikdagi hamkorlik orqali byudjetga qo'shimcha tushumlar ta'minlandi. Tumanimizga berilgan reja ko'rsatkichlari bajarilishda bo'limimiz bilan biz xodimlar bilan birgalikda kimning hududida qanday berilgan rejasidan qat'iy nazar tumanda orqada qilayotgan hududga borib birgalikda hamjihatlik bilan rejani bajarishga harakat qilamiz. Voy dasturda bizda belgilanganda mehnat shartnomasi bekor qilinishgacha bo'lgan yoki intizomiy jazo choralari belgilangan bo'lsa-da, biz tumanimizda lekin pastda qilayotgan xodimlar shu ko'rsatkichni ko'tarish maqsadida hammamiz birgalikda ko'tarib, lekin intizomiy jazoga yoki mehnat shartnomasi bekor qilinish jazosi umuman yil davomida biron marta unga tushmagan bironta xodim. Bir so'z bilan aytganda, Arnasoy tuman soliq inspeksiyasi xodimlari 2025-yilni samarali, natijali va yuksak professionalizm bilan yakunladi. Ushbu natijalar kelgusi 2026-yilda ham yuqori natijalarga umid va ishonch uyg'otadi.